o'zi maktabgacha nitib o'qiyotgan ekanda deyman, hali katta bo'lsang kim bo'lasan deb so'rasa, hamma biznesmen desa, ustoz qarab turib, hamma biznesmen bo'lsa ishni kim qiladi deydi-yu. Endi 3-sinf bolaga katta bo'lsang kim bo'lasan desam, qarab, ikkita oshnam biznesmen dedi birinchi partadagilar, men ikkinchi part. Men madikar bo'la olaman deydimi? Yo'q. 8 milliard aholining ichida bizni hammamiz boy bo'lib ketsak, hammamiz biznesmen bo'lib ketsak, biz ishimizni qiladigan odamlar topilsa kerak, to'g'rimi? Yo'q, noto'g'rimi? To'g'ri. Bir yosh 60 ga kirgandan keyin haligi hech qanaqa imkoniyatlar ham berilmagan edi bizga. Yuraverganmiz qiyin davrlarda deb bo'lmaslik uchun Yoshlar ishlar agentligining tashabbusi bilan tashabbusli marafonlar boshlanyapti viloyatlarda. Ibrat farzandlari degan loyiha bor. O'shuning ichida men o'zim ham qatnashib ko'raman, chunki menga ham qiziq kimlar qanaqa ideya olib kelishi. Любой ideyalarni olib kelsanglar, amalga oshirishga imkoniyat yaratib berishadi shular. Prosta profiliga kirib, qachon qayerda bo'lishini ko'rib olishinglar. Endi haligi Amerikadan tilizrab kelaman, Amerika kanallar ko'rsatadi degan ideya emas. Yaxshi ideyalar bo'lsa, qo'llab-quvvatlashadi. Har bitta oilada aniq bitta shunaqa farzand bo'ladi. Bilasizlarmi? Haligi misol dades 3 ta bolamga deb turib, bittadan vafli, 3 ta vafli olib kelsa, 2 ta farzand birinchi bo'lib yeb qo'yadi. Men doim birinchi yeb qo'yardim. Keyin haligi yarmini yeb turib, u tash farzand. Yarmini sekin ayasiga bor. Aya, men mana yarmiga siz ham og'zingiz tegsin, ilindim, siz yop qo'ydim deydi. Men qanday chiqarib beraman yeb qo'yganimni hozir? Sen o'zingni yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lsang ko'rsat, lekin buni biz yomon ko'rsatmasdan qiyin. Eng qizig'i 3 kun bitta joyga ruxsat so'raysiz, qiylanib, endi ruxsat beray deyishayotganda hali kelib turib, to'g'ri-da, ash pulga o'zi uyda go'sht olib kelib, go'sht pishirib mazza qilib yesak bo'ladi-yu deydi. Nima sen men qayerdir ketganimda mazza qilmasdan yeding, yo och qolib ketdingmi? Xuddi haligi bor kuchi bilan yangiliklarda noma'lum shaxs kichkina bolachani boltalab o'ldirib ketibdi degan yangilikka harakat qilayotganda-ya. Eng qizig'i haligi uydagilar qayerdir ketadi. Maza qilib ko'chada o'ynaysiz. Uydagilar kelgandan keyin, "Aya, men uylarni yig'ishtirib qo'ydim. Molar o'ynaylik deydi, o'ynagim kelmadi." O'ynaging kelmadi emas, sen o'ynaylik degan o'yinda o'ynamaganimiz uchun kirib ketding. Shuncha payt o'xshab kelgan taktika bugun o'xshamay qoldi akalar. Shuncha payt Arsenal o'xshayatuvdi-yu, oxirida o'xshamay qoldi-da, Bugun ham shu 21 marta to'p ketib yutamiz qilyatuvdi. 22 marta tekkanda o'xshab ketardi ekan. Ammo bilmayman endi to'g'risi. O'zi Arsenal yutsa oltin to'pni kim olar ekan deb o'ylanyaptim-da. Avtogol bo'ladimi, uglovoy oladimi hali deb tursam, yo PSG oxirida olardi. Hali sheyxlar sarflagan milliardlar ishlashni boshlayapti. PSG tarixdagi 2 marta ketma-ket chempion bo'lgan ikkinchi komanda bo'ldi. Birinchisi kimligini bilasizlar-a? Qiyin ekanmi? Qiyin, конечно. Endi mayli, bu sezon tugadi shunaqa qilib, jahon chempionatini ko'ramiz. Undan keyin shu Barsachilar, Realchilar kelishib bitta komanda qilmasak o'zimiz bu bo'lmaydi. Har yili Fransiyaga ketaversa ham bo'lmaydi klub. Ispaniyaga ham olib kelib turaylik o'rtada. Atletico ham shu Real Barsani chiqarib yuborishga o'ynab yuribdi xolos bu. O'zlar yana nima? Instagramda qabila o'ynayapsizlar, tavba qildim. O'zingdan chiqqan baloga deydi-yu. Az terapiyalar dolarni hozir nima deyishni ham bilmay o'tiribman, to'g'risi to'planib inson. Kech kirganda bir Instagram kiraychi desam, hamma alifbeyni boshdan o'rganyapti. QQQ. Bitta nomerida bir xil raqami ham yo'q, harfi ham yo'q. 387 va 0 nomerdagi aka to'planishmaysan degan ekan. Hamma katta bo'ladi. Hamma katta bolalar tarqab ketibdi. Hech kim hech qayerga bormadi. 17 soat uxlagan odam ko'rganmisizlar? O basharami qaranglar, hamar turish olib ketibdi, figurasidan chiqib to'rtburchak olib qolibdi uxlaganimdan. 17 soat shu uyda kimdir yo'q bo'lib qolsa, mana shunaqa uzoq uxlaydigan super qobiliyatim bor-da men. Buni nafaqat qobiliyat, men super qobiliyatim deb hisoblayman. Chunki ba'zi organlarim biz o'lib qoldik menimcha deb o'ylashni boshlaguncha uxlash bu oho. Oyog'i bilan ham kim ko'p uxlash o'ynaverardim, prosta oyog'i yozichi mehnat qiladi. Agar men ham yozichi mehnat qilsam bir 3 yil uxlasam kerak to'g'risi. Agar qanaqadir chempionat bo'lsa, kim ko'p uxlashdan O'zbekiston bayrog'ini qo'yib qo'yinglar, men ololaman uxlab qolmasam. Men o'zim olib chiqib vatanimiz sharafini himoya qilaman unaqa chempionatda to'shni. Agar kimdir o'lib qolmasa, mendan uzoq yotolmaydi. Kichkinaligimizda mahalla futbol o'ynasa bitta bola bo'ladi komandada, bilasizlarmi? O'zi uncha yaxshi futbol o'ynamaydi, lekin zo'r urushgani uchun qo'shiladigan bola bor-ku, hali g'o'day o'sib qolgan. Ancha-muncha futbolni qonun qoidasini tortib yuborardi biz tarafga. Raqib mahallani bir 10 ta golini ofsayd deb hisoblamay qo'y, o'zi bilmaydi ofsayd nimaligini, lekin ashuna qilib qo'qitib hisoblayverardi.
Çotudan gol urib qo'ysa 100 ga yuradi bu deb turib olardi. Nagil ishontirib yuborardi haligilar qo'rqitib. Antimcha qo'limizga to'p tegib, qo'lga tegib kelsa emas, nagli ushlab olardi. Haliginga ishonib penalti deb turmagan bir marta. Birartasini haligi yikitib qo'ysak, o'tib ketib sheriga gol urib, yo golni beringlar, yo penalti beringlar desa, seniki emas, meniki emas, uglavoy deb beraverardi. Aslida ham yutkizib qo'ysang, nima yutib peyishding deb ham uraverardi. Mahallani obro'si qolib ketmaydi-yu. Ham yutkizib ham kaltayib kelmaymiz. Shunga mana terma jamoaga ham Bahodir Jalolov qo'shib yuborolmadingmi deyman deb. Akani bilib o'zingizlar bilasizlar, bir kishilik talpa. Rasa bo'lmay qolgan joyga sekin birortasini olib o'tib, pipalab berardi.